Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli kanal obunachilar, azizlar, yana bugungi ustanovkamiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi ustanovkamizga oq alibis profillarimizdan deraza hamda standart ikki tabaqali eshiklarimiz ustanovka bo'ldi. Bugungi ustanovkamiz Samarqand viloyati Pazdarg'om tumaniga ustanovkamiz bo'ldi. Ko'rib turganlaringizdek, juda ham chiroyli chiqdi ishlarimiz. Derazalarimiz tashkentskiy fasonda yasalgan, oynalari oq oynada tayyorlangan. Ko'pchilik so'rashadi azizlar, hamyonbop va sifatli kasbinda mahsulot so'rashadi. Mana shu alibis profillarimiz oq svetlari ayniqsa hamyonbop narxlarda sizlar xarid qilishlaringiz mumkin. Chunki deganda ham arzon, ham sifati kasfasi a'lo darajada. Ishlarimizga 4 tadan oshmash qo'yilgan va qulf kalitlari ham originaldan qo'yib berganmiz. Derazamiz tashkentskiy fasonda yasalgan, ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham chiroyli fason. Mana shu razmerlarimizga juda ham tushadi. Va bu tomonimizda bir dona forchkalarimiz o'rnatildi. Ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, 1.15 eniga 55 balandligiga forchkamiz, o'rtasidan bo'linma tushganmiz va bitta ochilib tushirib berganmiz. Qiya va seliga ochiladigan qilib berganmiz. Yonboshda bitta gluxoy turadi. Oynasiga to'xtaladigan bo'lsak, oq oynalarda chiqadi. Xo'sh, alibis profillarimiz 1 metr kvadrat, derazalarimiz bo'ladigan bo'lsa, mana shunday 600 ming so'mdan boshlanadi. Boshlanishi azizlar kvadrati. Agarda eshiklarimiz bo'ladigan bo'lsa, 700 ming so'mdan boshlanadi. Past qismiga o'zini alikofonlarini qo'yib berganmiz. Tashqari tomondan sizlarga ko'rsatib berib o'tamiz. Legirovkalar a'lo darajada bo'lgan, ko'rishingiz mumkin. Penalarni qo'yib, mahkamlab qo'yib berganmiz. Hamma joyiga ko'rishingiz mumkin. Bironta joyda zazorni qoldirmasdan penalarni urib, mahkamlab qotirib berganmiz. Zamoklarimiz azizlar, rolikli zamoklardan foydalanilgan. Bemalol yengilgina yoshlar ham qiynalmasdan ochib yopirishi mumkin. Zakazlar bo'lsa bemalol aloqa chiqarsa degan umiddamiz. Nomerimiz yozib qoldirilgan. Ikkala nomerda ham imo, Telegram, WhatsApp bor. Aloqaga chiqingizlar akalar, kelishtirib chiroyli qilib yasab beramiz. Akfa ishgromlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Akfa Alimi kanaliga obuna bo'lib qo'yasizlar. Mana ishgromlarimizni chiroyli qilib kelishtirib yasab o'rnatib beramiz. Srok masalasi bo'ladigan bo'lsa, 2 hafta 10 kun srokda aytilgan, berilgan zalogdan boshlab hisoblanib, olib borib o'rnatib beramiz. To'liq narx-navolarni azizlar yana ham kanalimizga joylashtirib boramiz. Akfa Alimi kanal obunachilar uchun albatta chegirmalar bo'ladi. Shuning uchun bittadan like bosib, obuna bo'lib qolsa degan umiddamiz. Bugungi ustanovkamiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Xudo xolasa keyingi ustanovkalarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'lasiz.